Nima ishingiz bor edi? Uyingizga borib, nogiron opangizga qarashdingizmi? Nimangizga nosqot, o'zi bitta kirakach bo'lsangiz. Agar yana bir marta erim bilan shu ohangda gaplashsanglar, bu uylarni yelkamni chuqur ko'rsin. Bu kunimdan o'lganim yaxshi. Opajon, tushunmadim. Fathulla Amerika deydi-yu. O'rtoq, shuncha muammoying bor ekan. Nega yetmading? Ishxonadan ham bo'shab ketibsan. Bezovta qilmay dedim-de. Ishxonaga keladigan bo'lsa, Johir, yaxshimisan? Fathulla telefon qildi. Bugundan bo'shsan. Davay surib o'tdi. Johir, umuman tushunmadim. Aybim nima? Sana aybing to'g'ri gapga tushunmaganing. Bu nima? Militsiya chaqirib berib yuboring. Yo'q, Johir bo'ldi. Bo'ldi, men seni tushundim. Mayli. Yaxshi ishlanglar. O'rtoq, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa yurishimga sen sababchi bo'lgansan-ku. Hali opingni ham davlatamiz. Rahmat o'rtoq. Rahmat. Boringga shukr. O'rtoq, esingdami? Boringga shukr, do'st borliging yaxshi.